Stop, siqilishga yo'q. Men hozir senga osongina tushuntirib qo'yaman. Bu juda ham sodda. Juda ko'p o'quvchilar use it to, get used to and be used to ni chalkashtirishadi. Xo'p, qara, misol uchun sen avval Toshkentda yashagansan, lekin hozir Andijonda yashayapsan. You used to live in Tashkent. Ya'ni used to hozirgi odatlar uchun emas, balki avvalgi odatlaring uchun ishlatiladi. Be used to ni tushuntiradigan bo'lsam, biror narsaga o'rganib qolgansan. Misol uchun, I'm used to waking up early. Ya'ni men erta turishga o'rganib qolganman. Faqat unutmaginki, be used to dan keyin ot yoki verb ing ishlatilishi kerak. Va oxirgisi get used to. Biror narsaga o'rganib, ko'nikib borish. Va bu hali tugatilmagan, ya'ni jarayonda bo'ladi. Misol uchun, I'm getting used to this place. Ya'ni men bu joyga o'rganib boryapman. Va get used to xuddiki be used to kabi noun yoki verb ing oladi. Ingliz tilini o'rganishni endi boshlagan bo'lsang, bu hali juda ham uzun yo'l. Foydali videolarimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lishni unutma.